Ariston portlab ketmasligi uchun nima qilish kerak degan savolingizga javob bermoqchiman. Bitta like bosib, podpiska bosib qo'ying. Biza bo'lsa boshladik. O'zi Ariston uncha-munchaga portlab ketmaydi agar siz mana bunaqa обратный клапан qo'ygan bo'lsangiz. Buni vazifasi nimadan iborat deyotgan bo'lsangiz, Aristoningizga главный trassadan kelayotgan suv o'chadigan bo'lsa, bu обратный клапан Aristoningiz ichidagi suvni orqaga qaytarib yormaydi. Agar siz buni qo'ymaydigan bo'lsangiz, главный trassangizda suv o'chadigan bo'lsa, Aristoningizdagi suvingiz qaytib ketadigan bo'lsa va o'sha paytda siz Aristoningizni tokka tiqib ishlatadigan bo'lsangiz, tennis avtomatik ishlab ketadi va buning oqibatida katta bosim Aristoningiz ichida paydo bo'ladi. Shu sababli Ariston portlaydi. Agar siz bu обратный клапанni Aristoningizga qo'yadigan bo'lsangiz, birinchi navbatda главный trassangizda suv o'chadigan bo'lsa, hech qanaqa suvingiz orqaga qaytib ketmaydi va Aristoningizda katta bosim paydo bo'ladigan bo'lsa ham, mana bu ko'rayotgan teshigingizda o'sha kuchli bosimni chiqarib tashlaydi. Shu sababli Aristoningiz portlamay, muammosiz cho'tki ishlayveradi. Xuddi shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham manfaatli videolarni sizlar uchun qo'yib boramiz.